Bugun mana shu ajoyib preparatim Turmatin, ya'ni bo'g'in og'riqlariga yordam beradigan tabiiy preparatimiz haqida gapirib o'tmoqchiman, chunki juda ham yaxshi otziqlar eshityapman. Mahsulotimiz mana shunaqa zo'rki, o'zini o'zi reklama qiladi. Hammaga tavsiya qilib olib ichyapti. Masalan, menga klientlar telefon qilib, qo'shnimga sotgan ekan, sizning nomeringiz berdilar, yugurib yuribdilar, oyoqlari yaxshi bo'ldi deb menga boshqa otziqlar kelyapti. Qizlar, bu Turmatin haqida sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsam, bo'g'imida og'rig'i bo'lgan hammaga bu narsani tavsiya qilaman. Ichida 128 ta bo'ladi. Korobkasini ko'rishingiz mumkin. GMP standartlari urilgan, sertifikatiga, litsenziyasiga. Koreyani bilasizlar, shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Tim bo'li Atomy brendiga tegishli bo'lgan bu tabiiy, bu dori emas, tabiiy preparat, ya'ni tabiiy holatda olingan bo'g'imda og'rig'i borlar uchun. Kimni bo'g'imida qotish bor, og'riq bor, artroz bor, ya'ni bo'g'im tog'ayini yemirilishi, artrit bo'lsa bo'g'im yemirilishi, revmatoid kasalliklar, osteoartritlarga, bo'g'imida shu yengilgina og'riqlar yoki yallig'lanishlar bo'lsa ham olish kerak. Tog'ay yemirilishiga ham, osteoxondrozga ham, sportchilar bo'ladi, sportchilarga ham juda ham foydali bu. Ko'p yuradiganlar bo'ladi yoki ko'p tikka ishlaydiganlar bo'ladi. Как раз shunaqa menga savol tushdi, ko'p tikka ishlayman, nima ichsam bo'ladi? Mana shular uchun ham kerak bo'ladi. Buni tarkibida kurkumasi bo'ladi. Mana shu kurkumasini hisobidan sizni bo'g'im yallig'lanishingiz yaxshilanib, og'riqlari qoladi. Kurkuma deganda ham ko'pchilik negativchilar bo'ladi-ku. Kurkumani bozordan sotib olaman, 1 kilosini ichaman. Kurkuma deganda kurkumani sirazi hammasini o'zini ichish bilan siz kerakli dozani olmaysiz. Kurkumani o'sha samarali shakli olingan, ya'ni sizga kerakli bo'ladigan dozadagi komponentda olingan. Ertalab 2 ta jigar va 2 ta kechqurun oqini ichasiz. Buni yana tarkibida o'zida ham yozib qo'yilgan, mana ko'rsangiz bo'ladi. MSM degan, buni endi hozir men biologik aytib o'tirmayman. Imina mana shu bo'g'imlarni tiklanishida, og'riqlarni kamaytirishda yordam qiladi va bu oltin gugurt manbai, imina o'sha sinovialniy suyuqlik, mana bu yerda bo'ladigan suyuqlik, mana shu yerda bo'ladigan suyuqlik, mana shuni hisobidan, oltin gugurtni hisobidan yaxshilanadi. Ya'ni suyuqlik bo'g'imlarning orasidagi yog'lanishni yaxshilaydi. Glukozamin degan kombinatsiyasi bu bo'g'im tog'aylarini mustahkamlaydi. Imina o'sha sinovial suyuqlikni sifatini yaxshilashda ham mana shu yordam qiladi. Ya'ni oziqlantirgani hisobidan ham yordam qiladi va immunitetingizni ham yaxshilab ko'tarib beradi. Bitta bu bilan siz oyoq og'rig'ini emas, immunitetingizni ham kuchaytirib, gripplarga ham qarshi tura oladigan, yallig'lanishga qarshi tura oladigan bo'lasiz. Chunki asosiy kasallik bu yallig'lanish bilan shu suyaklarni mo'rtlashib ketishi. Ana suyaklaringiz mo'rtlashib ketyaptimi? Обязательно ichishingiz kerak. Mana shu Turmatinni odzivlari juda ham yaxshi.